Kuni kecha Jizzaxdagi xonadonlardan birida yosh kelin-kuyov gaz portlashidan vafot etgani haqida xabar berilgan edi. Zamon muxbiri hodisa sodir bo'lgan manzilda bo'ldi. Aniqlanishicha, xonadonda gaz portlamagan. Birlamchi taxminga ko'ra, kelin-kuyov tarqalgan is gazidan vafot etgan. Ushbu baxtsiz hodisa joriy yilning 25-oktyabr kuni soat 6:50larda Qaldarol tumani Toza-Uruq mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan Sug'unboy qishlog'idagi uyda sodir bo'lgan. Hodisa oqibatida 2004-yilda tug'ilgan o'g'li va 2006-yilda tug'ilgan kelini vafot etgan. Oila boshlig'ining aytishicha, 4 kun oldin 2006-yilda tug'ilgan mahalla qizini o'g'liga to'y qilib olib bergan. Erta tongdan mahalla ahli kishini larzaga keltiradigan bunday xabarlarni eshitish juda og'ir albatta. Oila a'zolari bu mudhish holat yuzasidan bizga intervyu berishni istashmadi. O'zlaridan bordi. Ko'rishganki, shunday bo'lgan. Nima qilishgan ekan? Shunchaki kechgani o'shirmayotgan bo'ldi. Kechqurun. Maqsad o'zlarini qilgan. Men bexabar qolganman. Agar men bilganimni nimalar qilmasdim. Qaldarol tuman gaz ta'minoti bo'limi bosh muhandisi Sarvar Zokirovning aytishicha, xonadonga borishganida bo'yi 3.15, eni 3 metr bo'lgan xonadondagi isitish pechining oldi qismi xonadon egalari tomonidan jahl ustida buzib tashlanganligi va havo chiqib turadigan joyga g'isht qo'yilganligi aniqlangan. O'sha 25-kuni ertalab tuman tibbiyot birlashmasidan xabar keldi. Zudlik bilan bu yerda avariya dispetcherlik xizmati xodimlari bilan birgalikda o'zimiz voqea joyiga bordik. Joyida borib o'rganganimizda gaz yongandan keyin chiqib ketadigan ugar gazlari chiqib ketadigan yo'li, kanali, dudburun qismi kirish chiqish yo'lagi g'isht bilan berkitilgan ekan. Uy egalari boyaga pechkani dudburunini birsida qishki mavsumdan oldin tekshiruvdan o'tkazmagani oqibatida uzluksiz pechka yonishi oqibatida is gazi ajralgan bo'lishi mumkin. Yana ham xulosaga qaraymiz. Bizda har 2 kunda gaz taqsimlash shkafini hududga biriktirilgan chilangarlar reviziyadan, tekshiruvdan, profilaktik ko'rikdan o'tkazadi. Bu yerda gaz baland bo'lishi ham, past bo'lishi ham holati kuzatilmagan. U xonadonda hech qanday gaz portlash holatlari bo'lmagan, faqat boyagi pechka qismi oldi garelka qismi buzilgani, xonadon egalarining boyagi gazdan endi issiqdan vafot etdi degan gumonlari orqasidan oldingisi kirgan payti o'sha gazning garelkasining oldini buzib tashlagan. Boshqa holat bo'lmagan. Yerda gazdan portlash, unaqa narsa bo'lmagan hech qanaqa. Oila a'zolari erta tongdan bunday noxush holatning guvohi bo'lishganlaridan so'ng Qaldarol tumani Sog'liqni saqlash bo'limining qabul bo'limiga olib kelishgan. Shu kuni navbatchi vrach Akmal Hasanov ularni qabul qilgan. Yosh kelin-kuyovlarning joni tungi soat 1:30-2lardan o'tib uzilganligi aytilmoqda. Ikkita bemorni bizga olib kelishdi. Birinchi yigit kishini olib keldi, yosh yigit shaxsiy mashinasida kelgan vaqtda bemorda biologik o'lim holati yuz bergan ekan. O'rtadan bir 5 minut o'tmasdan turib kelinchagini olib kelishdi. Ya'ni uni umr yo'ldoshini, unda ham biologik o'lim yuz bergan ekan. Bu biz ko'rdikda, sirazi reanimatorlar bilan birinchi yordam ko'rsatdik, lekin foydasi bo'lmadi. Taxminan shu soat 1:30-2lar kechasi. Sababi bemorda o'lim holati yuz berganligi uchun muskullarda qotish holatlari yuz berib qolgan ekan. Harakati yo'q, umuman ko'z qarashlari kengaygan, yurak urishi yo'q, oyoqlari muzlab yotibdi. Lekin tana harorati sababi gaz o'chib qolgandan keyin bo'lgan holat, ugar bilan zaharlangan bo'ladi. Biz noma'lum etiologiyada koma deb tashxis qo'yib turib, reanimatorlar bilan birgalikda ko'rdik, lekin effekt bermadi, foydasi yo'q. Sababi ko'rgan vaqtimiz shunaqa holat ekan. Ayni kunda hodisa sabablarini tekshirish uchun ishchi guruhi tuzilgan bo'lib, baxtsiz hodisani 15 kun ichida o'rganib chiqish va belgilangan tartibda dalolatnoma tuzish vazifasi topshirilgan. Hozirda holat yuzasidan ekspertiza tayinlangan. Ko'ngilsiz holatning kelib chiqish sabablari Qaldarol tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.